Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari Amerika poytaxti Washingtonda xalqaro diniy erkinlik yig'iniga qatnashib, Xitoyning chegara halqigan bostirishlari va Uyg'ur masalasini kun tartibga olib kelgan. Dünya Uyghur Qurultayı rəhbərlərdən Qurultayının muavin rəisi Zümrətay Erkin, Qurultayının sabiq rəisi və Uyghur Kişilik Hüquq Demokratiya Mərkəzinin rəisi Dolqan İsa, Dünya Uyghur Qurultayının Ali Məsləhətçisi və Uyghur Akademiyasının rəisi Dr. Rişat Abbas, Qurultayının Ali Məsləhətçisi Ömər Qanat, Qurultay İcraiya Komitetinin rəisi Roşan Abbas və Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin direktori Ablıkim İdrislardan təşkillənən bir heyət 2 fevraldan başlap Amerika poytaxti Washingtonda içiladigan xalqaro diniy erkinlik yig'iniga qatnashayotgan edi. Mazkur yig'inning 2 kunida Qurultay ijroiya komitetining raisi Roşan Abbas xonim, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Mike Waltz, Amerikaning sobiq parlament raisi Nancy Pelosi qatorliqlar so'z qiladigan munbarda so'zlagan bo'lib, u so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning chegara halqigan bostirishi va dunyo davlatlarining bu qirg'inchilik oldida sukutni tanlashi, Xitoyning bu qirg'inchilikqa yeshil chiroq yoqib berganlik bo'lganligini ta'kidlab, agar dunyo davlatlari, bo'libmi Amerika boshliq demokratik davlatlar sukutni tanlasa, Uyg'urlarning buguni ularning atisi bo'lib qolganligini ta'kidlab, bu qirg'inchilikni to'xtatishga va Xitoyga o'rtaq taqobil turib, diqqatini Uyg'ur masalasiga qaratishga chaqiriq qilgan. Cadres deployed into Uyghur homes live with Uyghurs and supervise and monitor their daily lives, while most of the men are sent to concentration camps or prisons or forced labor facilities. Bu vaqtda stansimizning ziyoratini qabul qilgan Roşan Abbas xonim o'zining bu yig'inda asosliqi Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning chegara halqigan bostirishini o'zining hadisi Dr. Gulshan Abbasni misol qilib turib o'ttirib qo'yganligini, Xitoyning bugun yolg'iz Sharq Turkiston xalqiga emas, balki dunyoga tahdid bo'layotganligini, agar bugun dunyo davlatlari harakatga o'tmasa, butun dunyoning o'xshash qismatga duch kelishi mumkinligini, undan keyin insoniyatning pushaymoni va ichinishli taqdiri bo'lib qolganligini o'ttirib qo'yganligini bildirdi. Mazkur yig'inda Roşan Abbas xonimning so'zidan keyin Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Mike Waltz va sobiq parlament boshlig'i Nancy Pelosining qatnashishida chegara halqigan bostirish haqida maxsus muhokama yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Mike Waltz apandi va Nancy Pelosilar Uyg'ur masalasi va Xitoyning chegara halqigan bostirishini kun tartibga olib kelgan. Bu qatimqi yig'inga dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlaridan boshqa yana Amerika Uyg'ur jamiyatidan, Markaziy Kanadadagi Alberta Uyg'ur jamiyatidan va Turkiyadan kelgan yoshlar qatnashgan. Xitoyning Parijda yashaydigan 42 yoshlik Uyg'ur rassom va muzikant Mirkamil Turg'unga qarta ilib borgan aldash va chegara halqigan bostirishi sharmandalarcha fosh bo'lgan. Davlat halqigan bostirish bir davlatning o'z territoriyasi sirtida yashaydigan shaxslar yoki guruhlarni nishon qilgan, ovozini bostirish, kontrol qilish yoki jazolash uchun qo'llangan sistemlik bostirish usullarini ko'rsatadigan bo'lib, bu usullar tahdid silish, nazorat qilish, majburiy qaytarib etish yoki qaytishga besim qilish, raqamlik besim va nazorat, oila a'zolari orqali tahdid silish va qarchaplash, pasportni bekor qilish, Interpol mexanizmini o'z manfaatiga ishlatish orqali bevosita yoki vositalik jismoniy zo'ravonlik ilib berish qatorliq usullarni o'z ichiga oladi. O'tgan bir necha yilda Xitoy soqchilari asosliqi chet ellardagi Uyg'ur muhojiratini nishon qilgan holda, ularni o'zlarining tashviqot faoliyatlarini to'xtatishga va atrofidagi boshqa Uyg'urlar haqidagi uchurlarni yetkazishga majburlash, raqamlik besim va nazorat, oila a'zolari orqali tahdid silish va qarchaplash qatorliq usullarni ishlatib, Uyg'ur muhojiratini parakanda qilib kelmoqda. Navbatda Uyg'ur muhojirati ichida ba'zi Uyg'urlarning dodillik bilan Xitoyning davlat halqigan bostirishi va besimga qarshi chiqishi, bu vaqtdagi uchurlarni oshkorlashi faqat muzdaqning ko'ringan qismi. Yaqinda Parijda yashaydigan 42 yoshlik Uyg'ur rassom va muzikant Mirkamil Turg'un Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bexatarlik organlarida ishlaydigan bir soqchi bilan elib borgan 23 minutlik suhbatni xotirlagan va bu jarayonni ijtimoiy taratqularda xalq bilan o'rtoqlashgan bo'lib, bu voqea Uyg'ur muhojirati va axborotlarning alohida diqqatini tortish bilan birga
muhacirat yaşayotgan Uyg'urlarning boshdan kechirayotgan Xitoyning chegara halqigan bostirishini yo'rtib bergan. Uydagilar deb qo'y, meni unutib ketsin. Mushta bir balsi bo'lganligini unutib ketsin. Deb qo'y, men mumkin qoldim. Undaq ichimda qanjiqlaydigan vaqtlar o'tib ketdi. Hamda men nimni o'ylayman desam, qara Amerika bilan gapim tatib etilib qoldim hamda. Hamda bu hayot degan odamga birlik etim keldi degina. Shunami? Ha. Hamda bu cho'nglarning yeshimi, yashinib qopti, dadashmi 80-chi kiribdi. Hamda meni o'ylaydigan nima? Hamda men bir o'g'il va hamda mening ota-onam bor, mening oilam bor. Hamda men o'ylayman bu hayot degan odamga inson degan bir qitim kelgandan keyin shu hayotida bu vaqtda o'zining eng yaxshi ko'radigan, eng qadrlaydigan odamlarni bo'lsa eng oxirgi qitim ko'rib olsa hamda balki men nima maqsad bunday gaplarni qildim, hamda ya men tanimag'ach qilishdaroq gap atamsa tushunmadim, lekin hamda men o'zimning ko'z qarashini ham, bizat o'zimning ko'ngilda o'ylaganlarimni davatman. Bo'lsa shu hayotchilikda cho'nglarni bir o'zining bag'riga besib bir quchoqlab olib, atogin hozir va hayot hamda umrni uzun qilsin. Atogin navad hamda be ketib qolgan vaqtda bizning ishimiz cho'nglaydi, atogin 50 kirimiz, 60 kirimiz, bizim shu yosh kirgan vaqtda bundoq keynimiz qarab qolsak bir ayliqqa İçimiz eğitilgan işler bo'lib qolmasin, pushaymonimiz bo'lib qolmasin deb o'ylaymiz. Hamda inson hayot deganda mushta o'timiz va ota-onamizdan boshqa yana bizning nimamiz bor deysa. Ya bu gaplarni men o'ylab qo'ygan, masalan sen deymisan bu gaplar kallamdan kechib qo'ygan, o'ylab qo'ygan. Men inson o'yliqi shundoq bir asosiy gaplar-ku shu insonning og'zidan chiqadigan shunday oddiy ishlar. Ashtimi quruq qolgan odamlarga endi sen gap kalımızdan ötküzüp boğan hazır boldu deb bütün aloqani uzgan odamga u gapni desang oqmaydi. Navbatda Xitoyning chegara halqigan bostirishlarga uchrayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga Xitoyning ishlatgan taktikalari asosan o'xshash bo'lib, Xitoy soqchilari va maxfiy xodimlari muhojiratga nishon olgan Uyg'urlar bilan do'st bo'lish, ularni ayblab psixikalik besim qilish va tuhmatlarni tarqitish, Uyg'urlarning faoliyatlarini kamsitish va umidsizlik təpriqçilikning fitna urug'larini chechish, chet eldagi Uyg'urlarni yurtiga berib yaqinlarini ko'rish va pul yoki bexatarlikni qo'g'dashga va'dalarni berish, bir qism Uyg'urlarni tanlab vatanga berishga yo'l ochib berib, shu joydagi Uyg'ur muhojiratini parchalash, texnikalik nazorat qilish qatorliq razil vositalarni ishlatmoqda. Xitoy soqchilari Mir Kamil Turg'unga o'xshashli aldash va Uyg'ur muhojiratining ilib berayotgan kurashlarni kamsitish va uningga alayda saxta g'amxo'rlik bildirgan bo'lsa-mu, lekin vijdonli san'atkor Mir Kamil Turg'un Xitoyning bu aldashlarga keskin rad qilish bilan javob berib, Xitoyning sharmanda o'yinini xalq olamga pash qilib, Xitoyning abdibashirsini ichib tashlagan. Mir Kamil Turg'un bu suhbat xotirasini tarqitish orqali nurg'un Uyg'urlar boshdan kechirayotgan bu vaqtda so'zlamaslikni yoki o'zlari duch kelgan voqeani xalq bilan o'rtoqlashishni bilmaydigan sukut ichidagi bir reallikni buzib tashlagan. Uning suhbat xotirasi Xitoyning xalqarалық chegara halqagan bostirishining qanday ishlaydiganligi to'g'risidagi haqiqatni ichib beradigan bo'lib, stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Mir Kamil bu vaqtda men Xitoyning bunday telefon qilishni faraz qilgan va tunji qitimliqimi emas deganlarini ta'kidlab, bu voqea haqidagi tafsilotlarni ko'rmanlar bilan o'rtoqlashdi. Tahdid va besimlash 2005-yil Fransiyaga kelishga pasport talab qilgan vaqtda boshlangan. Faqat ig'ir yenikligiga o'xshamaydi. 2018 Qashqarda tutilganda shu hujjatli film ishlash to'g'risida tutilib qolganda dan boshlab shu kuchayishga boshlagan. Eng ig'irlashgan vaqti shu 2022-2023. Uydagilar bilan aloqani uzgandan keyin muzikaga kirishdim. Hozirgacha shu kirishib olgan ishlarim mening muzikalarim. Germaniyada filmga qatnashgan jarayonda albatta besimlar kelgan shu kino to'g'riliq. Shu o'zimning his-qilgan san'atning kuchining qancha kuchligi bo'ldi. O'zimning atrofdagi do'st birodarlarim bilan anglashsam, ularning bakrak kirishib oldigan san'atchilar bilan Uyg'ur maktablarini o'qidim. Shu diasporada-chi. Shunga o'xshash telefonlar kelib qolganda, shu eng muhimi menimcha ovozga bilish, e'lon qilsak, hamon bir kuni shu o'zimizni qo'dashga asqatib qoldi. Sürgünlük Tibetler siyasi rəhbərlik və parlament saylımı ilib barğan və bu xalqarada axbaratlarda zor təsir qozğıgan. 1 fevral yekşənbə günü Sürgünlük Tibet xalqı özlərinin xalqiga və vətəniga vəkillik qıladigan hökumətni saylaş üçün
5 yılda bir ötküzüladigan zor kölemlik umum saylamni başlagan. Demokratik usulda elib berilayotgan bu saylam Tibetler üçün siyasi huquq ve iradening simvoli sifatida zo'r qimmatga ega bo'lib, nurg'un saylovchilar bu saylamni Tibetlarning diniy doisi Dalai Lama 1959-yili Xitoy Tibetni ishg'ol qilgandan keyin qochib chiqqandan buyongi eng muhim demokratik fursat deb qaramoqda ekan. Bu qitimqi saylamga Tibetlarning Avstraliya, Yevropa, Shimoliy Amerika, Nepal, Hindiston qatorliq jami 27 davlatlik saylovchilar bilet tashlaydigan bo'lib, Shvetsariyaning Syurix universitetidan Sonam Palmo bu saylam Xitoy mustamlikasi ostidagi Tibetda demokratik huquqlar cheklangan bir paytda elib berildi. Bu davlat bo'lmagan ahvoldami siyosiy irodaning mavjudligini ko'rsatib beradi degan. Tibetlarning bu qitimqi saylamida Tibetlar sürgündik hökumetinin başlığı ve 18. növetlik sürgündik Tibet parlamentinin a'zolarini saylaydigan bo'lib, Tibet Merkezi Saylam Komiteti bütün dünya miqyosida 87 o'rinda Saylam Komiteti 307 bilet tashlash punkti qurgan ve bu jarayonga 1737 nafar Tibetlik pidoi ve chet-ellik kuzatuvchilar mulozimat qilmoqda ekan. Sürgünlik Tibet hükümeti torbetida bildirilishicha, navbatda 91 mingdan ortiq saylovchi rasmiy tizimlatgan bo'lib, ularning 56 mingi Hindiston, Nepal va Butanda, qolganlari Shimoliy Amerika, Yevropa va Avstraliya qatorliq ellarda yashaydi ekan. Sürgündagi Tibet parlamenti 45 a'zodan tarkib topadigan bo'lib, buning ichida 30 a'zo Tibetning an'anaviy 3 o'lkasiga, 10 a'zo 5 cho'ng diniy iqimga, 5 a'zo bo'lsa chet ellardagi Tibetlarga vakillik qiladi ekan. Yakshanba kunidagi bilet tashlash oxirgi nomzodlardan bekitish saylam bo'lib, hal qilg'uchi saylam 26 aprel o'tkazilib, natijasi 13 may e'lon qilindi ekan. Tibet parlamentining boshlig'i Khenpo Sonam Tenfel bu saylam haqida Tibet demokratiyasi sürgünde 65 yildan beri taraqqiy qildi va bugun dunyo tarafidan Tibet xalqining ovozi sifatida e'tirof qilinmoqda. Bugungi saylam Tibetning Tibetlarga tava ekanligi haqida dunyoga va Xitoyga aniq signal beradi degan. Saylam komitetining boshlig'i Lobsang Yeshi Xitoyning Tibet saylamlarga tor josuslik orqali daxl taruz qilishga uringanligini oshkorlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bergan bayonotida sürgünlik Tibet hukumati bir bilginchi siyosiy guruh bo'lib, u Xitoy asos qonuniga xilof qonunsiz tashkilot deb bildirilgan bo'lsa-mu, Tibetlarning tarqoq holati turib, adil va demokratik saylam elib berishi dunyodagi cho'ng taratqularning diqqatini tortgan. Hörmətli görürmənlər, yuqarı diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xayr xoş.